Tejasa bo'ladi yoki tejasa bo'lmaydi? Mehmonxona. Mehmonxona tejasa bo'lmaydi. Chunki bu yerda o'sha doimiy o'tiriladigan, mehmonlar keladigan joy bilan unda hashamat ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Umumiy zal uchun. Umumiy zal tejasa bo'lmaydi. Chunki bu yerda ko'proq foydalanadigan joy bo'ladi. Ko'proq mehmonlar ko'rganligi sababli bu yerda sifatli materiallardan foydalanish kerak. Oshxona. Oshxonada umuman tejashni tavsiya bermayman. Chunki u yerda o'sha 20/7 ish bo'ladigan joy, o'sha ayollarimiz postoyanno shu yerda ishlaydigan joy bo'ladi. Yotoqxona uchun. Yotoqxona uchun tejasak bo'ladi. Chunki yotoqxonamizda doimiy o'zimiz uchun qilinadi. U yerda o'sha kamroq xarajat qilib, minimalniroq ishlasak bo'ladi. Bolalar xonasi uchun. Bolalar xonasida ham tejasak bo'ladi. Chunki u yerda faqat o'sha kerakli jihozlarni, kerakli narsalardan foydalansak bo'ladi. Qurilishga oid foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.